Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizning mavzusi ilmiy uslubiy janrlar va kurs ishi. Mavzumizni quyidagi 4 ta reja asosida o'rganamiz. Mavzuning dolzarbligi, maqsad va vazifalari, tadqiqot obyekti va predmeti, ishning ilmiy amaliy ahamiyati. Xo'p, ilmiy uslubiy janrlar. Ilmiy uslub bu ilmiy fikrni ifodalash uchun ishlatiladigan nutq uslubi hisoblanadi. Uning asosiy belgilari mantiqiylik, aniq va ravshan ifoda, atamalardan foydalanish, izchillik, dalillash va obyektivlik. Ilmiy uslubning asosiy janrlariga 9 ta janr kiradi. Xo'p, birinchisi monografiya. Bu muallifning chuqur ilmiy tadqiqoti hisoblanib, ikkinchisi dissertatsiya, ilmiy daraja olish uchun yoziladigan mustaqil tadqiqot ishi. Uchinchisi kurs ishi. Bu talabalar tomonidan muayyan mavzu yuzasidan yoziladigan kichik ilmiy tadqiqot. To'rtinchisi bitiruv malakaviy ishi. Xo'p, buni diplom ishi deb ham aytish mumkin. Oliy ta'lim yakunida yoziladigan ilmiy tadqiqot hisoblanadi. Maqola. Ilmiy jurnallarda chop etiladigan ilmiy matn. Tezis. Ilmiy konferensiyalarda tezis tarzida e'lon qilinadigan qisqa ilmiy bayon. Keyingi turi referat. Mavjud adabiyot va manbalarni tahlil qilib yoziladigan ilmiy ish. Xo'p, 8-si annotatsiya va referativ sharh. Bu degani ilmiy asar mazmunini qisqacha yoritish. Ma'ruza. Ilmiy anjumanlarda taqdim etiladigan og'zaki yoki yozma ilmiy nutq. Xo'p, kurs ishi. Kurs ishi nima? Talabaning o'qish jarayonida o'zlashtirgan bilimini mustaqil tadqiqot shaklida namoyon etgan yozma ish hisoblanadi. Kurs ishining asosiy talablari mavzuning dolzarbligi va yangiligi, ilmiy adabiyot va manbalarga tayanish, mantiqiy izchillik va tahliliy yondashuv, ilmiy uslubda yozilishi, xulosa va takliflarning asoslanganligi. Kurs ishining tuzilishi. Kirish. Bunda mavzuning dolzarbligi, maqsadi va vazifalari, obyekt va predmeti yoziladi. Asosiy qismni 2 bob qilsak, birinchi bob nazariy qism, ikkinchi bob amaliy qism. Xo'p, xulosa va takliflar. Bu umumlashtirilgan natijalar hisoblanadi va foydalangan adabiyotlar ro'yxatini keltirib o'tib, eng so'ngida ilovalar kiritib o'tishimiz mumkin. Deylik, jadval, diagramma va hujjatlar tartibida. Xo'p, ilmiy uslubiy janrlar va kurs ishi bo'yicha to'liq mukammal ma'lumot olish uchun adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Adabiyotlar ro'yxatidan kerakli adabiyotlarni olib, shu yerdan yanada batafsil ma'lumotlar o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bugungi mavzumiz bo'yicha qisqacha ma'lumotlar shular. E'tiboringiz uchun rahmat.